Bugun sizlar bilan dangasa somsa qilamiz. Dangasa somsani nimaga dangasa somsaligini video davomida ko'rishingiz mumkin. Bu uchun bor yo'g'i 15 daqiqa vaqtingiz ketadi. Agar shoshib turgan bo'lsangiz, kimdir uyingizga kelmoqchi bo'lsa, unda bu juda ham qulay. Nachinkasini tayyorlab oldik. Yufqani tayyor somsa uchun mo'ljallangan slayonni xamirlaridan foydalandim. 3 ta bo'ladi ichida, har bittasini xuddi shu ko'rinishda yoyib olamiz va o'rtasidan bo'lib nachinkani chetiga yupqa qilib solib chiqib, dumaloq shaklga keltirib olamiz. 6 ta xamirimizni ham tayyorlab olganimizdan keyin listimizga ketma-ketlikda dumaloq shakl berib o'rab chiqamiz va ustiga kunjut va tuxumni yaxshilab surib olamiz. 180 gradusda somsalarimizni pishirib olamiz. Dangasa somsaligi nimagaligini bilgan bo'lsangiz kerak, bittalab ochib, tugib o'tirmaysizlar, umuman ko'p vaqtingiz ketmaydi. Bor yo'g'i 15 daqiqada somsani tayyor qilib duxovkaga tiqib yuborsanglar bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Ramazonda imенно bu juda ham qulay, ko'p vaqtingiz ham ketmaydi, charchab ham qolmaysiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Video yoqdimi sizlarga?